Qizlarjonlar, sog'lig'imiz uchun zararsiz va foydali bo'lgan stab qozonlarni bizga uzoq xizmat qilishi uchun birinchi marta ishlatish etaplarini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib qozonimizga oddiy gel quyib, uni suvda yuvib, mana shunaqa yumshoq gubka bilan ishqalab olamiz. Bir sidra ko'p emas, keyinchalik yumshoq marli yoki sochiq bilan mana shunaqa quruq qilib artib olamiz. Quruq qozonga yog' solib, shunaqa hamma yog'iga teg'izib chiqamiz yog'ni. Endi bir nechta usulini sanab o'taman. Xohlasanglar 200 gradusli pechda shunaqa qizdirib olasizlar. Yokida gaz pastroq olovda yoqib 10-15 minut qizdirib olasizlar yoki tuz solib qo'yib yarim soat past olovga qoldirasizlar. Mana shunaqa bo'lib qizib olgandan keyin olamiz qozonni va yumshoq sochiq bilan ortiqcha yog'larni olib tashlaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra issiq qozonni taxta ustiga qo'ygan ma'qulroq ekan. Sizlarga uzoq xizmat qilishi uchun shunaqa maxsus qopcha ichiga solib olib qo'yganinglar yaxshi ekan.